Marafon davomida ko'rish mumkinki, yoshlar taklif qilayotgan barcha startaplar o'z yechimiga ega. Masalan, keyingi qahramonimizning platformasi qimmat yuridik xizmatlarni har bir biznes va tashkilot uchun qulay, arzon va avtomatlashtirilgan shaklga keltirishni maqsad qilgan. Javohir, mana bugungi kunda yurtimizda startaplar, loyihalar kundan kunga ortib bormoqda va siz yaratgan startap qolganlardan nimasi bilan farq qiladi? Uni muammosi nimada-yu, yechimi qanday? Startapni LexAI bu nima qiladi? LexAI bu hozirgi biznesda eng muammoli jihat bu qarzdorlikni nazorat qilish va sud jarayonlari bilan integratsiya amalga oshirish juda qiyin muammo hisoblanadi. 2026 yil 1-sentyabrdan boshlab barcha hukumat, banklardagi yuridik bo'limlar to'liq tugatilib, yuridik firmalarga outsource sifatida o'tkazilmoqda va biz bunga yechim sifatida o'zimizda LexAI platformamizni yaratdik. Bu yerda biznes vakilliklari, banklar hamda tashkilotlardagi yuridik jarayonlarni to'liq bizning platforma amalga oshiriladi. Hozirgi kunda 5 dan ortiq firmalar, 2 ta qurilish firmalari bilan ishlab kelmoqdamiz. Biz bozorga to'liq kirib bordik. Platformani marketing orqali reklama qilganimizda 2 ta qurilish firmasi o'zi shartnoma tuzildi. Hozir pavilyonimizda ham 2 ta 3 ta firmalar qarzdorliklari borligini, yuridik bo'limlari yo'qligini aytishdi va bizlar bilan shartnoma tuzishdi. Quvonarli jihati shundaki, yaratilayotgan har bir loyiha yoki startap bugun shunchaki qog'ozda qolib ketmayapti, balki real hayotga tatbiq etilyapti. Buning natijasini ushbu g'oyalar O'zbekiston bozori bilan bir qatorda chet el mamlakatlariga ham kirib borayotgan